Bu 12,5 million, bu 11 million. Nimaga bu arzon, bu qimmat? Video qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha ko'ring, qanaqa materiallar ishlatganmiz va nimaga bu qimmatligini tushuntirib beraman. 11 millionlikda ham, 12,5 millionda ham ishlari bir xil. Ya'ni, rossiyskiy, finskiy panellar bilan qo'yganmiz. Hamma yoq germetik qilingan, havo, suv, hamma tomoni hisob-kitob qilingan. Zamoklarni ham oddiy ishlatganimiz yo'q. Alkafonni ham oddiy emas, 21 mikronda ishlatganmiz. Ko'rishingiz mumkin, как заводскойday bo'lgan. Labochi akalarimiz eng katta muammosi ko'proq yuk ortgan paytda qorni chiqib ketish. Ana o'shanga ham 5 yil kafolat beramiz. Aynan biz qilib bergan karkazning, mana shu qilib bergan hamma ishimizga 5 yil garantiya. Xohlasangiz arzonroq varianti ham bor. Ya'ni 11 million emas, 8,5 million so'mga so'novga qilib beramiz. Lekin nimalar o'zgaradi? Profilni biz 1.7, ya'ni 1.7 ishlatamiz. Birlik ishlasak ham bo'ladi, lekin birlik tavsiya etmaymiz. Va mikroni bu 21 ishlatgan bo'lsak, 17, 18 mikron bilan arzonroq narxlarda chiqadi. Bonusga akkumulyator yashik bilan dugani doimgidek qanaqa mashina bo'lsa ham bonus qilib beramiz. Bu labolarni bilasiz, bakoylar. Bonusga qo'yib berdik buni ham. 12,5 millionlik labomizda nimalar bor? Ya'ni bunga nisbatan sal qimmatroq bo'lgan sababi yon taraf eshiklar qo'shilgan. Va ko'rganlaringizdek bunga korona qo'yilgan. Labo bo'ladimi, Foton bo'ladimi, Isuzu bo'ladimi, qanaqa mashina bo'lsa ham ishoning idealniy holatda so'novga qilib beramiz. Har doimgidek 5 yil kafolati bilan. Qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi.